Odil. Men qilaman hozir. Agar Manchester bilan Real 58-daqiqa, hozir 3-0, 90-minutgacha ikkita Manchester gol ursa agar Manchester ikkita gol ursa, nimaga? 10 kun davomida 3 kun, 3 kun. 10 kun. Hop. 10 kun davomida umid deganda deb kelasan. Agar 90-minutgacha 3 ta gol ura olmasa, men 10 kun o'ylab beraman. Sport yut. ya akay bu Odil. Kechanda Husanov tushadi dedi. 2 dan turib qo'yapti. Top qo'yapti. Ikkinchidan 3 tani negr tepayotganda gol urmaydi deyapti. Gol urmadi rostdan. Chunki men aytayotgan Manchester City 2 ta gol uradi dedim. Nima qaradim, ikkinchidan yo'q dedim. Bunisi chiqib qo'yadi dedim. Bo'ldi, kesib o'ynasan, nimadan? O'zi aytib qol, o'zi aytib qol. 10 kun g'ovlashdan iting bo'laman deyapti. Qanaqa iting bo'laman, ha? Qisam iting bo'laman demadingmi? Yutqizgan odam itga o'xshab akilli dedim. Itimsansan. Odil. Qimor o'ynamaylik. Yaxshi narsa emas. Odil. Yo, sen o'zini men 3-4 marta aytishing kerak. Qani? Odil.